Siz tovarni oldingiz va uni ishlatdingiz, lekin sifatli emas. Bu holatda men yuqorida aytganimdek, ya'ni nozoq-ovqat tovarlarni 10 kunda almashtirish qadog'i buzilmagan holatga tushmaydi. Bunda garantiyali talon ishlaydi. Ya'ni qarang, ishlab chiqaruvchi, mahsulotni ishlab chiqargan zavod, fabrika tovarni sifatiga garantiya beradi. Ya'ni siz tovarni oldingiz, deylik, telefon oldingiz yoki qanaqadir texnika, u ishlamadi. Bir oy ichida, endi uni qancha garantiya berishiga bog'liq. Bir oy ichida sifatsiz chiqsa almashtirib beraman degan bu zavod beradi, do'kon bermaydi uni. Bir yil ichida buzilib qolsa, men senga tuzatib beraman deb u servisi garantiya beradi. Bunda do'kon faqatgina zavod bergan tovarni o'sha zavodni garantiyali taloniga yozib beradi. Sizga do'kon aslida u garantiyani bermagan. Do'kon javobgar emas. O'sha ishlab chiqaruvchini servislari bor. Lekin siz tovarni olgan paytingizda ochdingiz, qadoq buzildi va ishlatdingiz, ishlamayapti. Unda siz bemalol borib o'sha garantiya bo'yicha talab qilasiz. Bunda iste'molchilar huquqlari bo'yicha sen 10 kunda menga qaytarib berishing kerak degan talab qo'ymaysiz. Chunki undagi asosiy shartda aytganimdek, qadog'i buzilmagan bo'lishi kerak. But bo'lishi kerak. Bunaqa holatda, siz aytgan holatda ochdingizmi, ishlamadi, u mahsulot sifatsiz. Uni siz iste'molchilar huquqlari bo'yicha yuqorida aytib o'tganimdek 10 kunda qaytarib berishing kerak degan talabimiz, sen garantiya beruvding, shuni ishlashiga, lekin bu ishlamadi deb talab qilasiz. Ya'ni talab qilishda farq mana shu yerda. Shuni bilishingiz kerak-da. To'g'ri talab qo'ysangiz, bu sizga masalangizni yechib beradi. Agar siz men iste'molchilar huquqlari bo'yicha sendan talab qilaman, menga ber, qaytarib ber, pulimni almashtirib ber desangiz, o'z-o'zidan rad qiladi u. U asosli rad qilgan bo'ladi. Siz garantiya bo'yicha, aka, siz menga mahsulotga garantiya beruvdingiz ishlashiga, lekin mana ochdim, ishlamadi. 10 kun oldin olib ketuvdim. Mana olib ketganim bo'yicha garantiyali talonni bergansan. Bir oy ichida ishlamasa almashtirib beraman deb. Mana shunga asosida almashtirib ber desangiz, o'z-o'zidan almashtirib beradi.